Bugungi ko'rsatuvimiz biznes razbor formatida zapravka biznesiga qaratilgan bo'ladi. Biznes bu razborda nimani hal qilmoqchisiz? Qaysi masalangizni, qaysi muammongizni hal qilmoqchisiz? O'sha quyilayotgan mahsulotni tortib bera olmaymiz yoki qancha quyib berayotganimizni ko'rsatib bera olmaymiz. Ko'p zapravkalar endi sir emas, hammaga urib qoladi. Bu sohani egalariga bo'lgan ishonch umuman qon-qoniga singib ketgan ishonch yo'q. Sizni biznesingizning xarakteri halollik, to'g'rilik, haqiqatda urib qolmaslik. Mana shu narsani tushuntirib berishingiz kerak marketingga. Yani klient olib kelish uchun buni o'zi kifoya bo'lmasligi mumkin. Kimlargadir vobshe qiziq emas bo'lishi mumkin. Kameradan tashqari gapim bor, gapirsam bo'laveradi. Insonlarni rozi qilish uchun to'g'ri ishlayapsanmi yo Allohni rozi qilish uchun to'g'ri ishlayapsanmi? Shunday davrga keldikki, to'g'ri ishlayotganimizni aytishga to'g'ri kelyapti. Hamma aytavergan gap, hech kim mendaqa xizmat ko'rsata olmaydi, hech kim mendaqa gaplasha olmaydi. Hech qachon qila olmaysiz. Men shuni tushunib yetdim, biznes egasi qila olmaydi bu ishlarni. Faqat minus chunki bu miya to'lib ketgan hamma yo'q bilan. Siz qaysi bir ish berishini bilmaysiz. Bu ham shularning ichida. Kartani ochishga kelmaydi biznesmenlar. Birinchi o'rinda inson o'zi loyiq bo'lsa, o'ziga o'xshagan komanda yig'iladi. Og'zimdan chiqadigan so'zim chiqishidan oldin tushunaman. Bunday qilib qo'ysam o'zi tushunaman. Sababi kimgadir o'rgatsak, o'zi boshlash ehtimoli bor degan qo'rquv bo'lardi. Hozir bu qo'rquvdan o'tdik. U o'ylaydi, shoh chiqib hamma yo'lda o'zim qilyapman, men kam olyapman deb o'ylaydi va chiqqandan keyin qarasa, bori rizqidan ham ayrilib qolgan bo'ladi. Kibrini sindirish uchun mashqlar, kerak bo'lsa mardikor bozorga borib ishlaydi qanchadir. Kerak bo'lsa xodimlarning oldida tualet tozalaydi. Endi ichida xayolida o'tadi, biznesmensan-u, biznesni o'rgatyapsan-u, komanda yig'ib, kimnidir qo'li bilan qildirish uchun foydamni 90% gacha ketishga rozi bo'lgan. 90% ga ketishga. Ishoninglar, ba'zida 100% bo'lgan, ba'zida 150% bo'lgan. Bu degani yana qanchadir berishga tayyor bo'lgan. Komanda orqali qildirishni o'rgansam, ertaga men 100 baravar, 1000 baravar qilib chiqarib ola olaman. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi ko'rsatuvimiz biznes razbor formatida zapravka biznesiga qaratilgan bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, zapravka biznesidagi muammolar va biznesni umumiy tepadan qaraganda marketing qismida yoki boshqa bir qismlarida o'ziga moslashtiradigan bir masalalarni ko'rib chiqamiz. Foydali, manfaatli bo'lsin. Va videoni oxirigacha ko'rganlarga biz sovg'amiz bo'ladi. Albatta, e'lon qilamiz izohlarda va yuborishlarda faol bo'ling. Xush kelibsiz do'stlar. Assalomu alaykum. Ustoz, assalomu alaykum. Qani ketdik. Masala, biznes bu razborda nimani hal qilmoqchisiz? Qaysi masalangizni, qaysi muammongizni hal qilmoqchisiz? Xo'p, biz Alishon Oil zapravkalar tarmog'i asoschisimiz. Hozirgi paytda ikkita filialimiz bor, Farg'ona viloyati Rishton tumanida. Ish faoliyatimiz yoqilg'i sotish bilan shug'ullanamiz. Yoqilg'i ikki xil, ya'ni solarka va benzin. Hozirgi paytda qishki mavsumda ma'lum bir sabablarga ko'ra metan bo'lmagan vaqtda benzinga bo'lgan talab yuqorilashadi va yozda solarkaga bo'lgan talab oshadi. Hozirgi vaqtda 124 dan oshiq tumanimizdagi ilg'or fermerlarga yoqilg'i ta'minoti bilan ham shug'ullanamiz. B2B mi shunda? O'pdim. B2B bilan B2C ikkovi ham to'g'ri kelaveradi. Fermerlar kattaroq ob'em bo'ladi. Yoqilg'ida benzinning o'rta chekimiz 27-25 litrga to'g'ri kelsa, fermerlarga o'sha solarka yetkazib berishimiz o'rta cheki 250 litrga to'g'ri keladi. 10 barobar. 10 barobar. Zo'rroq bo'ladi. Xo'p, qaysi masalani hal qilmoqchisiz? Nima muammo bo'lyapti? Xo'p, biz asosan o'sha quyilayotgan mahsulotni tortib bera olmaymiz yoki qancha quyib berayotganimizni ko'rsatib bera olmaymiz. Muammo mijozlarga to'g'ri ishlayotganimizni tushuntirib berish. Ko'p zapravkalar endi sir emas, hammaga urib qoladi, lekin urib qolishini ham tushunsa bo'ladi, isfareniya bo'ladi. Ya'ni isfareniya bo'ladi. 1 tonna olsa, u 900 litr bo'lib qoladimi, qancha bo'lib qoladi? Xo'p, udel deyiladi. 1 litr benzin mavsumga qarab, deylik hozir qishki paytda 1 litr benzin 760 gramdan 770 gramgacha to'g'ri keladi. 20-30% bo'lib qoladimi? Endi 30% isfareniya bo'lib ketadi. Yo'q. 1 litr benzinda og'irligi, misol 1 litr gram. Bo'lib tushundim. Isfareniya bo'lish vaqti mahsulot kelganda, o'sha rezervuar deymiz, ya'ni yo'mkisga mahsulot to'kilayotgan vaqtda isfareniya bo'ladi. Keyin kun isib sovuganda, deylik kun isidi, mahsulotning zichligi kamayadi. Shu vaqtda mahsulot og'irligi yengillashadi. Deylik soat 14:00 larda quyosh chiqdi.
o'sha vaqtda bir soat 1,5 soat issiqlikni ko'rgandan keyin mahsulot og'irligi 760-770 750 grammga tushadi. Aha. Hop, shunda necha foiz yo'qotish bo'lyapti? Yo'qotish bo'lmaydi, naborot yutuq bo'ladi, lekin kechga borib sovigandan keyin yo'qotish holati yuz beradi. Shunda soviganda isperina bo'ladi. Soviganda, isib, soviganda. Isib soviganda. Isib Oddiy soviganda. sovuq tursa, bir xilda tursa uni Yo'q, bir xilda tursa bo'lmaydi. Ma'lum bir darajada bo'ladi, lekin kamroq. Mahsulot yetkazib berishganda, mahsulotni qabul qilib olishgan, deylik, 1 tonna, 1000 kilo mahsulotni qabul qilib olganda, o'sha qabul qilib olgan vaqtida deylik 1290 litr chiqqan. 1290 litr qabul qilib olyapti. O'sha paytda to'g'ri keladi 775 gram atrofida chiqib qoladi 1 litri. Shunday qabul qilib olyapti, vaqtga bog'liq bo'ladi. Mahsulotni temperaturasi, tashqi temperatura, to'kilgan vaqtdagi yo'nqis temperaturasi o'shani hisobiga o'zgarish yuz beradi. Keyin tarqatgan vaqtida, ya'ni quyib tarqatgan vaqtida litr kamayib qoladi. Hop, umuman yo'qotish bo'ladi. Yo'qotish bo'ladi. Nisbiy yo'qotish, ob-havo, tashqi omillar sababli yo'qotish bo'ladi. Bu norma. Normal holat. Shuni bartaraf qilish uchun Necha foiz bo'ladi shuni hisobini siz bilishingiz kerak. Ha, necha foiz? Men o'zim asosiy mavzuga o'tamiz. Sizdagi mavzu o'zi aslida mana shu, siz nima bo'lganda ham qo'shib berasiz. Yo'qotish isparina aytaylik 20% mi, 5% mi isparina bo'lsa, siz o'shani qo'shib qo'yapsiz, lekin odamlar hali ham ishonmayapti. Odamlar ishonmayapti. Yana hamma zapravщикlar shunaqa urib qoladi deb o'ylayapti. Uni hal qilish uchun hozir razbor qilamiz uni. Lekin siz o'zingiz bilasizmi qancha foiz yo'qotayotganingizni, normasini? Xo'p, normasi kalonkani yangi olib kelgan vaqtimizda, Xitoydan olib kelgan vaqtimizda standarti bo'yicha 1 litr, ya'ni gram desak tushunarliroq bo'ladi. O'zi gram deyilmaydi-yu. 1 litrda 1000 gram deb qabul qilib turaylik hozircha. O'zi 1 litr quygan vaqtida 10 gram kam quygan. Keyin o'qiganimizdan keyin quyayotganda 10 gram. Kalonkani o'zi 10 litr 10 bo'lsa 0,1% bo'ladimi? Yo'q, 0%. 0,1%. 1%. 1% o'sha yerda quyayotganda ketadi. Har kuni issiq sovuq bo'lganda yana nechadir foizdan ketadi. 1% mingda 100dan 1 bo'ladi-da. Yo'q, 100dan 1% degani shu. Mingdan 1 bo'lyapti. Ha, 100dan 1 bo'lgan. 0,1% deb to'g'ri aytibman-da boshida. 0,1%. 0,1% ga tushirdik. Keyin tavsiyalarga binoan quyayotgandagi. Ha. Tavsiyalarga binoan keyin 1 gram ko'p quyishga o'tdik. 1 gram ko'p quygan vaqtda. Men tushunib olay, prosta yana umumiy nuqtai nazardan bilishingiz kerak bo'lgan narsalar qanchalik bilyapsiz shuni bilmoqchiman-da. Xo'p, 1000 gram deylik, 1000 gramdan quyayotganda 0,1% yo'qolyapti. Ha, 10 gram yo'qolgan. Keyin to'g'irlab 0,1 ga tushirdi. Ha, 1% bo'lgan, keyin 0,1% ga tushirdim, 10 barobar ekonom qilindimi shunda? Demak, 10 barobar to'g'ri quyilish. To'g'ri qo'yadigan nimadir apparat oldingiz yo boshqa programmalar to'g'riladingiz. Programmalar to'g'riladingiz. Yaxshi. Birinchi 1000 gramdan 10 gram kam quygan, boshida ya'ni. Ha, tushundim. Endi hozir 0,1% ga tushirdik. 1 gramga tushirdik shuni. Zo'r. Endi qarang, narigisida qanaqa yo'qotish bo'ladi? Issiq sovuq bo'lganda. Issiq sovuq bo'lganda buni aniq nima deydi, belgilab olish o'lchami yoki bir tekshirib olish imkoniyati yo'q. Bir oyda bir qanchadir o'lchashingiz kerak-ku. Bir oyda bir o'rtacha o'zi bizni nazorat qiluvchi inspeksiya bor, neft inspeksiya tashkiloti qishki mavsumlar uchun har bir tonnaga 7 litr nisbiy yo'qotish. Har bir tonnasiga. Shunda necha foiz bo'ladi? 0,7%. 0,7%. 0,7%. O'sha hisoblaganda 1% ga yaqin yo'qotish bo'ladi. Ha, yozgi mavsumda bo'lsa 14,5 litr. Yaqin. O'zi mana ishlab chiqarish sohasida ham xom ashyoning yo'qolishi qaysidir sohalarda 3% ga keladi. Ya'ni xom ashyodan ishlab chiqarilgungacha bo'lgan isparina bo'ladi. Buni adxod deymizmi, nimadir deymiz. Shu adxodlarda kimdadir 3%, kimdadir 5% norma bo'ladi. Uni normasini bilish kerak. Va KPI qo'yayotganda o'sha bo'lim xodimlariga mana shunchadan oshib ketsa degan KPI qo'yiladi. Yani unchadan oshib ketmasligi kerak degan KPIlar qo'yiladi yoki o'sha nimani kamaytirishga KPI qo'yiladi, adxodni kamaytirishga. Xo'p, siz ham shuni normasini bilishingiz kerak edi. Qanaqadir normasi bormi o'zi? Uni odatda manaqa bo'ladi endi. 1000 harakat qilganda ham deydigan normasi bormi? Xo'p, yozgi mavsumda 14,5 litrga ruxsat bergani sababi o'sha kun isib ketgan vaqtda baribir nazorat qila olmaymiz uni. 1000 pastga o'zini talablari bo'yicha endi bu yildan pastga tushishga normasini bilasizmi, bilmaysizmi? 14,5 litr. 14,5 bu standart bo'yicha 14,5 litr, lekin
30-35 4%, 1.45%. 1.45 ruxsat berilgan, ya'ni o'rganib chiqilgan normasi 1.45, lekin Yozda. bu yilgi yozgi mavsumda 3.5 ga bordi, ya'ni 35 litrgacha bo'ldi. Anomal issiq vaqtida. Sizda shunaqa bo'ldi. Lekin standarti 1.45. Demak, o'sha bo'limga qaraydigan xodimlaringiz bormi? Baribir issiq bo'lgan taqdirda ham nimadirlarga e'tibor bersa, balki to'g'ri bo'lardi va o'sha xodimlarning beparvoligi sababli ham 3.nechaga chiqib ketib qolgan, to'g'rimi? 2 baravardan oshiq degani. Yaqin baravar. Bunga KPI qo'ymagansiz hali. Yo'q, endi. Sekin-sekin shunga ham qo'yishingiz kerak. Endi asosiy maqsadga o'tsak, siz hozir shu 1% ni aytaylik hisobini olib qo'shib beryapsiz odamlarga. 0.1 da. Ha. Shu 0.1, nalgi 0.7 ni hisobini olib bir xil qo'shib beryapsiz misol uchun. Ya'ni quyayotgandagi bilan saqlanayotgandagi holatidagi yo'qotishni qo'shib beryapsiz va odamlarga buni izhor qilmoqchisiz. Endi qarang, izhor qilish sizga nimaga kerak? Shuni evaziga klient kamayib ketyaptimi yoki shuni evaziga klient ko'paysin, bizda to'g'ri berilishini bilsin, ko'paysin shuni demoqchisizda, to'g'rimi? Odamlarda o'sha bu sohani egalariga bo'lgan ishonch umuman qon-qoniga singib ketgan ishonch yo'q. Hop. Ishonch yo'q. Shuni ishonchni qaytarish uchun harakat qilyapmiz. Kecha birgalikda ham savol. Sizga bo'lgan ishonch, to'g'rimi? Umuman sohaga bo'lgan ishonch yo'q. Yoki общий sohaga. Umuman sohaga bo'lgan ishonch yo'q. Boshqalar aldayapti-ku. Siz mingtasidan bittasisiz yoki 100 mingtasidan bittasisiz. Shunaqa. Siz prosta maqsadingizni tushunib olaylik, o'zingiz ham tushunib oling, men ham tushunib olay. Shu orqali klient olib kelishni maqsad qilyapsizmi? Xalqni rozi qilishdi. Yo'q, xalqlar kelganlar rozi bo'lyapti уже. Endi kelmaganlar bo'lishi uchun baribir marketing qilmoqchisiz shu narsada. Mayli, biz qo'shib beramiz ham boshqa ham demayman, lekin nima bilsin xalq demoqchisiz shu narsani. Baribir marketingda bu. Bilish kerak. Baribir marketing. Mayli, yozib qo'ymassiz, boshqa qilmassiz. Shuni marketing usulida foydalansam bo'ladimi degan savol bo'lyaptimi? Xo'p. Endi men tavsiya qilgan bo'lardim biznesmen sifatida, mana marketingda lead olib keladigan nimadir hooklar bo'ladi. Hook deganda faqat hali Instagramdagi hook emas, o'zi общий, masalan biz target yoqqanimizda nasiya savdosidagi muammolarni aytsak, ko'proq auditoriya keladi. Ba'zida biznesni masshtablashtirishni xohlaysizmi degan so'zlarni ko'proq ishlatsak, auditoriya qiziqadi shunga ko'proq. Biz o'shani bilamiz. Endi sizda ham xuddi shunaqa 5-10 ta variant bo'lishi kerak klient olib kelishga. Va o'shalarning ichida biz mana kerak bo'lsa oshig'i bilan quyib beryapmiz. Mana bor quyib beryapsiz, 0.1% bo'lsa ham oshib ketyaptimi qanchadir degan narsani ham ishlatib ko'rishingiz kerak va u ish bersa, keyin uni doimiy reklamaga ishlatsangiz bo'ladi. Agar u ish bermasa, aslida boshqa narsa ish berishi ham mumkin. Masalan, men o'zimizni konsalting soham misolida aytaman. Boshida men o'zim sohani egasi sifatida tushunardim, nazorat muhim. Nazorat muhim va nazorat haqida gapiraverardim. Ya'ni marketingda. Hozir siz aytayotgan narsa marketingda. Ya'ni marketingda nazorat muhim, nazoratni o'rgatamiz deb chaqirishga harakat qilardim. Bitta ikkita odam kelardi. Va undan keyin so'rovnoma qilib o'rgansam, odamlar, biznesmenlar aytayapti, xodimlarim ishga vaqtida kelmaydi. O'zim borsam yaxshi ishlaydi, bo'lmasam yaxshi ishlamaydi, deyapti. Shundan kelib chiqib men marketingda o'zini og'rig'iga nima qilishga harakat qildim, marketing orqali chaqirishga harakat qildim. Demoqchimanki, siz hozir soha egasi sifatida buni og'riq deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin uni so'rovnoma qilib aniqlaysizda marketingda. Va katta ehtimol bilan agar siz aytgan narsa marketingda ish bersa, demak uni qo'llashingiz kerak. Ya'ni klient olib kelish uchun buni o'zi kifoya bo'lmasligi mumkin. Kimlargadir vobshe qiziq emas bo'lishi mumkin, unaqa ahamiyatli emas bo'lishi mumkin. Siz zo'r, muhim deb 4 ta 5 ta eshitgan gapingiz sizni qalbingizda qolib ketgan, shuning uchun hamma shunaqa deb o'ylayapti deyishingiz mumkin. Lekin uni qachonki 100 ta odam bilan so'rovnoma qilasiz, keyin lekin xalq bunaqa deyapti ekan aslida. Xalqqa bu narsa qiziq ekan deysiz. Ya'ni sizni sohangizda benzin olishda nima uchun muhim klient uchun? Balki lokatsiyadir. Balki boshqa narsadir. Klientni gapirtirsangiz, keyin bilasiz. Kamida 100 ta odamdan so'rovnoma o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, xulosasi siz bu instrumentni, ya'ni marketing instrumenti deb qarashingiz kerak. Ixlos o'z yo'liga, kecha ustoz aytganidek, bu qalbingizda bo'lsin, bo'ldi, yozib oshkora qilishingiz boshqa narsa. Endi buni marketing instrumenti deb qarasak, 100 ta marketing instrumenti turibdi. Siz qaysi bir ish berishini bilmaysiz. Bu ham shularning ichida.
siz aytayotgan benzinni ozgina qo'shib beryapmiz, biz to'g'ri beramiz eng kamida. Bo'lmasa oshiq bilan beramiz deydigan narsani marketing instrument sifatida ishlatib ko'rasiz. Agar ish bersa zo'r, o'shani keyin gazini bosasiz. Masalan, Korzinka 1000 ta marketing instrument qilib ko'rgan, eng zo'r ishlagani banan masalan. Klient olib keladi. Ya'ni klientni mana shu yergacha olib kelish uchun bananni qurbon qilishadi. Bananni narxini arzon qilib qo'yishadi. Kerak bo'lsa bozordan arzon, optimchilar ham kelib banan olib ketishadi mana Korzinkadan. Xuddi shunaqa nimadir ishlab chiqasiz. Siz o'sha bananingizni topib olishingiz kerak. Tushunarli. Bananingizni topgunizcha yo'q. Yana qanaqa muammolar? Xo'p, shu yerda ma'lumot o'rnida bir gap gapirib ketay. Hozir 1 gram ko'p quyilishga o'tdik dedik-ku. Shunda ham o'lchov vositamiz, apparatimiz bor, ya'ni 20 litr, 10 litr, 50 litrlik. Buni mernik deydi bu o'lchov vositasini. Shunga quyib o'lchagan vaqtimiz jarayonida ham mahsulot bateriya bo'ladi-da, ya'ni. Havo bilan tez reaksiyaga kirishuvchi mahsulot bo'lgani uchun deyilgan ijtimoiy tarmoqda yoki boshqada ketib qolsa, quygan vaqtimizda 1 gram ko'p quyib berayotganimizni isbot qilib bo'lish imkoni kam bo'ladi. Sababi quyayotgan vaqtimizda o'zida ham isperina holati yuz beradi-da. Transportga bo'ladimi, o'sha o'lchov vositasiga bo'ladimi, tekshirayotgan vaqtimizda ham o'sha 1000 dan 1% to'g'ridan to'g'ri, ya'ni havo bilan reaksiya bilinmaydi-ku uncha. Endi juda ham 1000 dan 1 ehtimolda gaplashdik, o'shaning uchun ma'lumot o'rnida aytib ketishni joiz deb bildim. Ya'ni 20 litr quyib bergan vaqtimda 20 gram qo'shib beryapman-ku, o'sha narsa yo'qolib ketib qolishi mumkin. Havoga bog'liq, mahsulot temperaturasi ham yo'qolib ketib qolishi. Yo'qolib ketib o'lchovda ko'rinmasligi mumkin. Masalan, o'zi aslida agar qo'shib bermaganingizda undan ham kamayib ketgan. Undan ham kam bo'lardi. Endi o'sha o'zini tekshiruvchi go'standart deymiz, o'sha nazorat qiluvchi tashkilotlar ham o'sha kamomat chiqishini bilib ruxsat beradi o'lchayotgan vaqtida. 20 litr quygan, misol 20 litr misolda gaplashib qoldik. 20 litr quyib berganimizda misol 20 gram yo 30 gram yo 50 gram kam chiqishi ehtimoli borligini ogohlantirib berib aytishadi. To'g'ri quygan bo'lsak ham, quyayotgan vaqtimizda isperina yuz beradi-da. Endi mana shu narsalarni xalqqa tushuntirish ham marketing orqali bo'ladi. Ya'ni faqat lit olib kelish uchun emas, xalqni tarbiyalash uchun ham. Masalan, BMW o'zini tezlik bilan assotsiatsiya qilib maqib tashlagan. Tushuntirib tashlagan odamlarga tezlik, jo'skiylik, shunaqa narsalarni tushuntirib yuborgan. Ya'ni har bitta biznesni ham xarakterini marketing orqali tushuntiriladi. Sizni biznesingiz xarakteri halollik, to'g'rilik, haqiqatda urib qolmaslik, mana shu narsani tushuntirib berishingiz kerak marketingga. Xarakteringiz. Biznes ham shaxsga o'xshaydi, xarakteri bo'ladi. Shu xarakterni shakllantirmasangiz odamlar o'zi shakllantirib oladi. Ya'ni o'zi ko'radi baribir, rost narsani shakllantiradi. Xullas, urib qolayotganingizni bilib qolsa, o'sha xarakteringiz o'shanga tortadi keyin. Ya'ni odamlar bular urib qoladi deb nima qiladi. Xo'p, xulosa shu. Yana nima og'riqlar bor? Hozir siz nechta filial? 2 ta filialimiz bor. Ikkita filial. Endi top menejerlar bormi? Hozircha bir dona top menejerimiz bor, asosan ish boshqaruv bo'yicha. Maqsadlar nima? 5 yillik maqsadlar yoki 5 yillik maqsadlarimizni birinchi qadamlarda o'sha tizimlashtirishga katta e'tibor qaratyapmiz. Ya'ni xodimlarni tizimga to'liq tizimlashtirish bu maqsadga olib boradigan yo'l, instrument. Yo'lamiz. Xohlasa yo'l emas, instrument. Maqsadga olib borish uchun yo'l kerak va instrument kerak. Masalan, Samarqandga borishim uchun yo'l kerak, tekis yo'l va mashina kerak. Bu tizim, bu mashina. Lekin maqsad bo'lmasa joyizda aylanib yuraverasiz mashinada. Kelgusi 5 yil ichida kamida 50 ta filial. 50 ta filial. 50 ta filial. Xo'p, uning uchun shunday bo'lish kerakki, hozir ko'p biznesmenlar mayda ishlar bilan nima bo'lib qoladi. Ya'ni bitta biznesni, bitta do'konni ichidagi jarayonni biznes deb o'ylaydi. Siz biznesingiz zapravkami yoki boshqa narsami? Ya'ni ko'pchilik zapravka meni biznesim deydi yoki men do'konchi bo'lsa, meni do'kon meni biznesim deydi. Do'kon bu bitta pul keltirib turadigan tochka. Aytaylik, bitta kassa bu. Pul yig'ib turadigan kassa. Nechtadir kassalaringiz bo'lishi kerak shunaqa. Korzinka biznes deb qaraydi, shuning uchun 174 ta filiali bor. Biznes deb qarash uchun nima qilish kerak desa, ofisni ajratish kerak. Ofis deganda u bitta xona ajratasizmi yoki komanda ajratasizmi, shu ajralib chiqish kerak. U ofis alohida organizm bo'lib yetishingiz kerak. Mana bosh ofis deb bekorga aytilmaydi. Bosh bo'lsa, keyin qolgan organizmlar sistemada ishlaydi. Bosh qaror qabul qilib berib turadi, nazorat qilib turadi, shunaqa. Xullas,
har bitta biznesda ham bosh ofisi bo'lishi kerak va bosh ofisni sistemaga solasiz. Keyin qolgani o'zi sistemalashib ketadi. Demoqchiman, ko'pchilik ana shu do'konini, zapravkasini o'zini biznes deb o'ylaydi. U maqsadi kichkina, tirikchilik qiladigan biznesmenlarga tegishli. Mana kecha ham samimiy suhbatlashdik-ku. Nima qilasan, yetmayaptimi senga? Puling kelib turibdi, mashinang bor, sayohat qilib turibsan, o'ynab kulib yuribsan. Unaqalar, lekin o'sha bitta ikkita filial bilan yashaveradi, lekin afsuski keyin bir qarasa noto'g'ri yo'ldan chiqib qolgan bo'ladi yoki minusda bo'lib chiqadi. Chunki joyida turishda iloji yo'q, o'sish kerak bu dunyoning qonun qoidasi. Xo'p, demak, maqsadlar deganda o'sha katta maqsadlarni so'radim. Nechta filial bo'lishi deb aytdingiz shunda, bismillah. O'sha mijozlarni rozi qiladigan kamida 50 ta filial qilish. Ya'ni oliy maqsadimiz ichida xotirjamlik bor. Ya'ni bizdan yoqli qo'yganda manzilga xotirjam yetishni ta'minlaymiz degan oliy maqsad qo'yganmiz. Birorta shunaqa setlari ko'p bo'lgan firmalar bormi, kompaniyalar? Hozirgi paytda o'rnaga oladiganimiz Lukoil, O'zbekistonda o'zi Lukoil, Sanek. Chetdika u. Chetdika, Lukoil Chetdika, Sanek o'zimizniki. Shularga qarab harakat qilyapmiz. Chetda Shev degan bor ekan. Ularda ham o'sha ofis alohidan top menejment orqali boshqaradimi? Har bitta filialini boshqacha iloji yo'q-da. Xo'p, asosiy masala bo'ldi, to'g'rimi shunda? Yana boshqa nimadir bormi? Yo'q, bo'ldi. Bo'ladi. Qolganlarga imkoniyat beraylik. Men o'zimga bo'lib qolsa, mana kameradan tashqari gapim bor, gapirsam bo'laveradi. Gapiravering. Kecha ustoz nimalari bilan, yordamlari bilan ustoz bilan gaplashdik. Shu yerda xuddi shu savolni berdim, o'zimga nima bo'ldi-da, qandaydir javoblari shu bo'ldi xolos. Ustoz ham bunday qaradilar-ku, nima? Yo'q, qilmadi dedi, yozmadi. Ma'nosini endi meni diniy ilmim kuchli emas, endi hammamizga ham o'zimizga yarasha-yu. Sen to'g'ri ishlayotganingda kimni rozi qilish uchun ishlayapsan? Jahongir aka sekin aytishib qo'ydi-yu. Insonlarni rozi qilish uchun to'g'ri ishlayapsanmi yo Allohni rozi qilish uchun to'g'ri ishlayapsanmi? Hani gramga olishganimga javob shu. Jahongir aka. Shunday davrga keldikki, to'g'ri ishlayotganimizni aytishga to'g'ri kelyapti. O'zi to'g'ri ishlashimiz majbur. Lekin shunday davrga keldikki, to'g'ri ishlayotganimizni ham aytishga to'g'ri kelyapti. O'zi majburmiz to'g'ri ishlashga. Ayni hamma bilishi nima bo'lsa ekanda, shart deb o'zimizga oldimizga maqsad, men to'g'ri ishlayapman deb men o'zim shuni tushundimki, maqtanishni xohlab qolgan ekanman. To'g'ri ishlayotganimda maqtanib aytishim kerak deb hisoblab qo'ygan ekanman. O'z shunda ham odamlar sekin sarafa marketing orqali tushunib tavsiya orqali hozir ham yomon ishlayotganmiz, endi ozgina kamchiliklarimiz bor. Mana ustozdan hozir ancha kamchiliklarimizga yo'nalishlar oldik. Yana qo'shimcha lokatsiyamiz chek yo'ldan asosiy avtomobil qatnovidan ichkariroqda joylashgan. Uni ham harakatini qilib loyiq joy chiqib qolsa olib chiqamiz, xudo xolasa. Zo'r. Mahsulotni olib kelishga ham yana oldin bir oyda bir marta nazorat qilib laboratoriyaga kirgizardik. Endi bu yildan boshlab har bir kirib kelayotgan yukni bitta vagondan 3 marta olib kelamizmi yo bir vagonda o'zini olib kelamiz. Doimiy laboratoriya bilan mijozlarga, ya'ni ommaga oshkor qilib, laboratoriya xulosasini qo'yib, namunasini qo'yib, ijtimoiy tarmoq yurityapsiz. Ijtimoiy tarmoq yurityapmiz. Hali mijozlarga ta'sir o'tkazish deydiku, shu fe'liy tushuntirish, u narsani ijtimoiy tarmoqlar orqali osonroq qilinadi. Shu ijtimoiy tarmoqqa urg'u berish kerak. Oddiy zapravkangiz bo'ladimi, oddiy novvoyxonangiz bo'ladimi, ijtimoiy tarmog'i bo'lishi kerak uni. Biz nima qilyapmiz deb ko'rsatish kerak baribir qaysidir ma'noda. Ya'ni mana bizda bunaqa ishlanadi, bizning tartibimiz bunaqa deb marketing usulida ko'rsatib turish kerak bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqqa ko'pchilik zapravkalar ayniqsa urg'u bermaydi. Zapravkalarga kerak buni. Hamma sohaga kerak. Oddiy asalari boqayotgan bo'lsangiz ham ijtimoiy tarmoq kerak. Bunaqa narsa. Xo'p, biz kengash klubini sayohatida razbor qilyapmiz hozir. Odatda bunaqa razborlarimizga dars sifatida kelib ham qatnashishadi. Kelib qatnashmoqchi bo'lsangiz, mana ro'yxatdan o'tadigan silka qo'yib qo'yilsa agar ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bu yerda baribir jonli qatnashish ham boshqachada. Har bir kelgan mijozni o'zi bot orqali ro'yxatdan o'tadigan qilyapmiz. Deylik, Nodirbek aka kirib kelishyapti 3 ta 1 mashinalarida. Jentratib turaylik, 3 ta 1 jentrangizga kirib keldingiz. 1-yanvar kuni kelyapsiz, 10-yanvar kuni kelyapsiz. Demak, 10 kunda bir biz zapravkamizga tashrif buyuryapsiz, lekin 20-kuni kelmayapsiz kechgacha. Shu vaqtda sizga to'g'ridan to'g'ri xabar yuboradigan qilib, ishlab, taklif va shikoyatlaringiz bo'lsa,
chiqib ketganingizdan keyin 24 soatdan keyin sizga shu bot orqali xabar jo'natamiz. Quygan mahsulotingiz sifatini baholab qo'ying deb. O'zi qaranglar mana shu narsalarni kim qiladi? Biz qilmasdik. Hech qachon qila olmaysiz. Men shuni tushunib yetdim. Biznes egasi qila olmaydi bu ishlarni. Qachonki biznes egasi top menejerlari bo'lsagina qila oladi. Hamma ish hozir sizlar aytayotgan ishlar men biznesmen sifatida shunday eshityapman. Yo'q, biznesmenning ishi emas u deyapman. To'g'ri, biznesmen uni jarayonni tashkil qilib qo'yadi. Uning uchun bitta marketing qobiliyatiga ega bo'lgan bir inson kelish kerak shu narsada. Va siz aytganimdek o'sha top komanda yig'asiz, bosh yig'asiz. Bosh o'zi hal qiladi u narsani. Bosh ofis. U yerda mana marketing degan bo'limni tashkil qilib qo'ysangiz, endi uni to'g'ri boshqarishni bilsangiz bo'ldi. Biznesmenning vazifasi shu-da. Endi klient olib kelish uchun takliflaringizni bering desangiz, u sizdan yaxshi o'rganadi Lukoilni, o'sha Sanekni, hammasini o'rganadi. Keyin 100 ta taklifni bersa, u qaysi birlari ma'qul deb o'ylaysiz desangiz, 30 tasi bizga mana shu zo'r ekan, tushayotgan desa, to'g'ri aytasiz, mana shuni qiling deysiz. Bo'ldi, shu biznesmenning vazifasi shu. Mana shuni o'rgata olmayapman men. Men hayron qolganim, juda ko'pchilik maslahat berishga usta, zo'r maslahat bera oladi. Lekin u biznesmenga maslahatmi? Kimdirki aytsin, nimaga hali ham mayda narsalarni gaplashib o'tiribsiz? Nimaga kengayish haqida, nimaga top menejmentni qanaqa ishlatib olyapman? Marketologni qanaqa ishlatishim kerak? Nimaga HR, energiyamni qanaqa ushlab turishim kerak? Kengaytirishda nimalarga e'tibor berishim kerak? Mana shu haqida o'tishimiz kerak tezroq. Uning uchun kim qiladi degan savolga tezroq javob topishimiz kerak. Endi mana ichingizdagi gaplarni gapiring. Nima? Men siz o'rningizda bo'lsam, e'tiroz ma'nosida emas, to'xtang, men sizdan u 1 yil oldin eshitganman bu gapni, lekin qila olmayapman. Nimaga qila olmayapman, menga ayting degan bo'lardi. Javobini olib bo'ldim. Ya javobini olib bo'lganingiz. O'sha eng katta xatomiz rahbar bo'lib, hozirgi qilinish kerak bo'lgan har bir o'sha marketing bo'ladimi, sifat nazorat bo'ladimi, ichki nazoratmi, hammasini o'zimiz rahbar sifatida O'zingizlar qilyapsiz. o'zimiz bor e'tibor boshida. Ayting menga nimaga o'zingizlar qilasizlar? Chestni gaplashaylik. Nima? Men birinchi 2011-yilda rahbar sifatida firma ochganman, yuridik shaxs sifatida. Shundan berib eng zo'r xodim o'zimman. Endi bu hamma aytavergan gap, hech kim mendaqa xizmat ko'rsata olmaydi, hech kim mendaqa gaplasha olmaydi. O'shani endi sekin-sekin tushunib yetib, hech kim mendaqa operator emas deb kolonkani operatorga berdik, kassirni bosh kassirni kassirga berdik, top menejerlikni bergani haligi qiyin. Yo'q, farzandingizga qo'yib qo'yar ekanda, bergis kelmasa ekanda. Farzandingizni hech qachon berib olmaysiz. Bosh turasiz. Faqat sekin-sekin voyaga yetib yaxshi kuyov chiqsa berasiz. Xuddi shunday bayo o'sha darajaga beradigan bo'lsak, pastda qilinadigan ishlarda, deylik o'zim sohamda operatorlikda, kassirlikda, materialni buxgalterlikda, nazoratda, sifat nazoratda berib bo'lyapti, undan tepasini bergani. Chestni gapiring, mana hamma narsani yig'ishtirib gapiring. Kecha ustoz aytgandek. Ali kamerani ham yig'ishtiring, ali taqvoni ham yig'ishtiring, hammasini. Taqvoni aralashtiring. Nimaga mana yillardan beri top komanda yig'ish kerakligini tushunib qilmayapsizlar mana. Boshqalar ham javob bersa bo'laveradi. Faqat mikrofon berish kerak bo'ladi. Nisbatan qo'rquv bor. Shu darajaga keldik. Tushunib. Komanda yig'ishga. Top komanda xodimlardan ichidan yoki tashqaridan top komandaga xodim olishga hozircha o'zimizni loyiq deb ko'rmayapmizmi? Bu ham bor. Aynan ularni boshqarishga To'xtang, pul tomondan-chi? Yo'q, pul oylik berishdan ham. Ustoz. $1000 oylik berishga men bor pulimni berib qo'yaman degan narsa bormi? Yo'q, men savol mana. Aka aytgan narsa, siz aytgan narsa. Biz umuman o'tdi mana farzandga ko'ra biznesimizni tanimagan, bilmagan, hatto ismini ham degan shunaqa mazmun tushunaylik endi. Yangi u men 1-2 yil bo'lsa ham qo'qar deb bergan. Shu narsadan kelib chiqdiki, mana 10 yil, 15 yillik holatda tajribamizda hozir o'ylanmay berish kerak, zo'r qilar ekan. Xo'p, yaxshi. Endi buni mana endi tushunib yetyapmiz. Nimagaki? Chunki faqat minus chunki bu miya to'lib ketgan hamma yo'q bular. Men hali kengashga qo'shilib shu narsani tushunib yetdimki, bo'ldi, necha pul? $500. U $500 xizmat qiladi, lekin senga 5000 foyda olib keladi. Prosta shuni qil.
degan narsani tushunib yetdim men. Masalan, aka ham xuddi shuni singari. yana kimda bor fikr? Yana nima top komanda ishlatmaysizlar? Bering mani. Top komanda ishlatmaslikni 3 ta eng anaqa nima deydi, stopini bosib turadigan narsa. Birinchisi o'zi kasb sirini yashirish ham bo'lib qoladi. Ha. Misol uchun O'zi boshlab ketib qoladi deb o'ylaysiz. Mana endi chestni gapiryapsizlar yana. kartani ochgisi kelmaydi biznesmenlar. Birinchi o'rinda inson o'zi loyiq bo'lsa, o'ziga o'xshagan komanda yig'iladi. Birinchi o'rinda o'zini to'g'rilashni boshlasa bo'ldi, o'zi Alloh taolo shunaqa yo'liqtiradi. Hop. Ikkinchi Birinchisi o'zi masala boshlab ketishi hozir muhokama qilamiz hammasi. Agar videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, o'ylaymanki, biznesni sistemalashtirish, sotuvni oshirish, marketing, nasiya savdosi, sherikchilik kabi ilmlarni o'rganish siz uchun muhimligini tushunib yetdingiz. Agar mana shu bilimlarni eng puxta shaklda va eng kuchli instrumentlar bilan o'rgatadigan kurs qaysi deb aytadigan bo'lsangiz, men Codex Coaching kursi deb ayta olaman. Kursimizda yuzlab tadbirkorlar bilan tanishish bilan birgalikda yana marketingni sodda instrumentlari va shu orqali savdoni bir necha baravarga oshirish, brendni tez tanitish, moliyani xavfsiz holatda yuritish, shunchaki xo'ja ko'rsinga emas, aniq, xavfsiz va rivojlantiradigan moliya sistemasini qurish, boshqaruv sistemasi, ishga olish, xodimlarni qoidalar asosida boshqarish, biznesni qadamma-qadam sistemaga solish, shartnoma qilish va to'g'ri KPI qo'yish ilmlari ham Codex Coaching kursida jamlangan. Kursimiz Qirg'izistonda, O'zbekistonning Andijon shahrida va Toshkent shaharlarida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Kursda qatnashish o'zini oqlamasa, savdoyingiz oshmasa va biznesingiz sistemaga tushmasa, pullaringiz 100% qaytariladi. Hoziroq pastdagi opisaniyadagi silka orqali ro'yxatdan o'ting yoki QR kod orqali ro'yxatdan o'ting. O'zini nima qilasiz? to'g'rilashadi. O'zi boshlab ketishidan qo'rqish, konkurent bo'lib ketadi yoki konkurentimga ketib qoladi. Keyingi masala o'qitmaslik. Ya'ni o'zini sohasini o'ziga o'xshatib o'qitish kerak. Ha. Misol uchun u chala bilim bilan baribir o'zicha bo'pti, u o'qitmaslik anaqa, uje olib bo'lganingizdan keyin. Lekin hali top komanda yig'mayapti ko'pchilik. keyingi masala bo'pti. Uni top komanda yig'gandan keyingi holat bo'ladigan bo'lsa, umuman olganda ustoz qarang. Top komanda yig'ish uchun, buni top deb bilish uchun unga bilim berish kerak-ku. Olib sirasi boshlash kerak-da. Ya'ni bilim o'ylaydi. O'qitishni bilmayapmiz demak. O'zi bor, komandamiz ichida ham variantlar bor. Buni immuniteti yo'q. Zo'r narsa aytyapsiz. Buni immuniteti yo'q boshqarishlikka yoki top bo'lishlikka. Men bu turishida qanday qilib bunga pul to'layman degan tushuncha bor. O'sha pul finansga ham bog'liq. Uchinchisi, ko'p pul berishdan qo'rqadi. O'stira olmaslik ikkinchisi deylik. O'stira olmaslik. Xo'p, keyingisi pul tomoni. Pul tomoni u обязательный ustoz, chunki sizni ya'ni pul hozirgi foidangizni bir qismini berishingizga to'g'ri kelyapti. Siz kamroq topasiz, zato kamroq ishlaysiz. Haliginday gapda, hozir o'zi 2-3 ming foyda qilib turibman. Bitta zo'r top xodim olsam, $1000 berish kerak bo'ladi. Undan ko'ra xotinni olib chiqib do'konga qo'yib qo'yaman, ishlaydi tekinga. Shunaqa narsa ham bor. Shunday gapda, haligi ko'pchilik bitta xodimga, misol uchun bu xodimning vazifasi aslida boshqa bo'ladi. Bu xodimni o'ziga yana bitta xodim olish o'rniga uni ishini ko'paytirib qo'yadi. Qarabsizki, xodim normal ishlab kelayotgan xodim ishi ko'payganida ikkitasini ham chala qiladi. Zo'r. Xo'p, yana qanaqa fikrlar bor? Bormi? Zo'r fikrlar aytdingiz. Hozir hammasini muhokama qilamiz. Aytayotgan joyiga kam o'zi jamoa bor, prosta shakllanmagan. Bu shakllanmagan jamoani biz tushunib yetdik, o'zimiz to'g'rilashni boshladik. Endi uni to'g'rilaymiz desak, xodimlar o'ttaligi bir rahbar jinni bo'lib qopti. Nima qilyapti? Oldin bunaqa emas edi degan narsa bo'lyapti. Hammada ko'pchilik. Borib o'zi to'p bilamiz. Prosta uni filtrlashimiz kerak. Filtrlashimiz kerak, tushunmayapti. Xuddi shu narsani haligi tushuntirib beramiz desak, u xodimdan ayrilib olyapti, ketib olyapti yo boshqa olyapti. Hop, filtrlash. Ashundan qo'yapti tadbirkorlar. U degani xodimlarimni yo'qotib qo'yaman, boshqa qayerda topaman yana xodim. Yana nima qilishim kerak degan narsa ham bo'lyapti. Zo'r. Yana. Hozirgi fikrga saviyali xodim albatta qimmatga ishlaydi. Shuni prosta anglash kerak-da. Shuni hazm qilish uchun saviyali odamimiz обычный hazm qiladi. Saviyali xodimlar qimmatga ishlaydi. Yo ular rahbar bo'ladi, yo qimmatga ishlaydigan xodim bo'ladi. Zo'r. Yaxshi, yana fikr bu yerda siz gapiryapsiz. Aka, sizning ham fikrlaringiz bor edi. Nimaga chestni aytinglar, top xodimlar olib, siz nimaga topshirmayapsizlar? Nimaga kim qiladi deb gapirmayapsizlar-da?
qanaqa qilib qilaman deyapsizlar hali ham. Biznesmenning ishi emas u. Biznesmen o'zi top menejer yig'adi, qildiradi. Biznesmen o'zi hech qachon hali aytilgandek nima deydi, call center bo'limlari boshqalarni o'zi qila olmaydi bosh turib. Lekin qildiradi kimdir. Xabardor bo'lib turadi hamma narsadan. U uchun top komanda kerak. Nimaga lekin komanda yig'maysizlar desa, birinchisi o'zi boshlab ketadi deb o'ylash, ikkinchisi o'stira olmaslik, komanda o'smasligi, pulimni qanchadir qismini beraman endi komanda yig'sam. Shunaqa narsalar bo'ldi. Yana fikrlar, siz nimadir deyatdingiz hozir. Yo'q, bizda asosan qo'rquv bo'lardi. Sababi kimgadir o'rgatsak, shu o'zi boshlash ehtimoli bor degan qo'rquv bo'lardi. Hozir bu qo'rquvdan o'tdik. Pul masala bo'lardi, u puldan ham o'tdik. Albatta sekin-sekin jarayon ekan, ilm olish bilan bu yechilar ekan. Shunchaki birdaniga boshlab komandaga topshirib qo'ya olmas ekanmiz. Sababi eng zo'r xodim o'zimiz deb o'ylaymiz hozirgacha ham. Yaxshi qila olmaydi deb o'ylaymiz, Qila olmaydi deymiz, lekin o'zimiz ham qila olmaymiz. O'zimiz ham qila olmaymiz, to'ppa-to'g'ri. Sababi uy, boshqa tashvishlar bor. Bitta ishni boshlasak yana nimadir muammo chiqadi, yo bir tashkilot chaqiradi yoki boshqa muammo. Shularni qachonki kecha o'zimga o'sha insight yozib oldim, bir ishni qilishdan oldin, uni kim qiladi degan savolga javobim bo'lmasa qilmayman. Buni o'zimga belgilab oldim. Qonun qoida sifatida borib amalga oshiraman. Zo'r. Shu endi asosan. Zo'r. Yana fikrlar bormi? Yaxshi fikrlar bo'ldi. Bormi fikrlar? Eng asosiy fikrlar aytib o'tishdi, lekin baribir yana qo'shimcha qilmasa bo'lmaydi. Yechim topishimiz kerak, ya'ni bizda qadriyatlar, muhit, mana O'zbekistonning sharoiti shunaqaki, rostdan ham shogird bo'lgan paytida, sizdan ilm o'rgatgan paytda sadoqat kuchli bo'ladi, itoat kuchli bo'ladi. Va biz o'sha paytda o'zimizni ham diniy bilimimiz yetishmasligi ham mumkin deb o'ylayman. Shu sababdanmi shogird hali biz tilda shoqib chiqqandan keyin, ya'ni o'sha ilmni egallab, siz darajaga chiqib olgandan keyin o'zi sizga qarshi ishlash boshlaydi kerak bo'lsa, nimaga mana hozir ko'pchilik o'sha yechimini ko'rib chiqadi deb o'ylayman. Ya'ni u shoqib chiqqandan keyin hattoki ustozini qarib qoldi, masalan, bo'ladi-da. Как раз mana birinchisida shu yozilgan ekan. O'zi boshlab ketib qolishidan qo'rqish, o'rganib olgandan keyin. Da shuni muhokama qilishdan yechim topaylik, o'sha agar bormay qo'yavering, menga keling. Yoki ustoz shogirdini qattiq tegib qo'yishi, misol uchun o'rgandik-ku ilmni, o'rganib olgandan keyin itoat qilmagandan keyin, "Ey, sen kim eding, kim bo'lding?" deb turib, qanaqadir ma'noda shogirdni ham yomon ko'rdirib qo'yishi mumkin ekan. Ustoz o'zida ayb bo'lar ekanda. Chunki haligi nima desa bo'ladi? Kamsizga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin ekan. Ashlari muhokama qilsak, yana ikkita ustoz bor, uni hozir aytsam aralashib ketib qoladi. Zo'r, men o'ylayman mana. O'zi boshlab ketishdan qo'rqish hammada bor. Endi haqiqatdan ham hamma kompaniyada bo'lishi mumkin. Ichida o'sib boradi-da, o'zi boshlab ketib qoladi. Bu hamma sohada bo'lishi mumkin. Men buni ikkita holatga baholayman. Ya'ni bittasi, birinchi variant sizga jazo bo'ladi bu. Chunki siz shunga loyiq nimadir xato qilgansiz, tepa bilan bog'liq munosabatingizda buzilish bo'lgan, sizni chopish maqsadida qilinadi, ya'ni bu. Birinchi variant. Ikkinchi variant, u xodimni o'zi sizga loyiq bo'lmay qolgan bo'ladi, lekin biz ojizmiz. Mana shu bo'lsa yaxshi bo'lar deb bog'lanib qolamiz bir payt. Lekin aslida u yaxshilik bo'ladi uni ketishi. O'zi boshlab ketishi. Lekin bizning maqsadimiz bor. Maqsadimiz katta bo'lsa, yana o'rniga undan yaxshirog'i kelaverar ekan. Keldi. O'zi eng qizig'i biz ojizligimiz shu darajadaki, mana shu bola baribir bir ustun bo'lib turuvdi-da deymiz, lekin niyatimiz yaxshi bo'lsa deb o'ylayman. O'rniga kelar ekan boshqasi va kelgandan keyin oldingidan yaxshi ham qilib qilar ekan. Endi bu yerda nimaga borib taqalayapti desa, o'zimizning niyatimizni to'g'rilasak, o'zi tak etak bitta yaxshisi kelar ekan. Ketgani ham bizning foydamizga bo'lar ekan, kelgani ham bizning foydamizga. Haligi endi mabodo deylik, oxirgi variant, siz nimanidir o'rgatdingiz, mayli tushuntirishga harakat qildingiz, tushunmadi, eng kamida mayli rozi qilib chiqib ketsa, o'zini baraka topadi. Mayli sizdan o'rganganlar qayerdadir ishlatsa, bu jamiyatga foyda beradi. Hech qachon sizni rizqingizni kesib qo'ya olmaydi-da bu. Eng kamida shunaqa niyat qilib olish kerak. Bundan kelib chiqib, hali xodimlarni top komanda yig'ish uchun boringizni ochishingiz kerak baribir. Pulingizni ham biladi, tizimingizni ham biladi, konsentratlaringizni ham qo'shilayotgan, qayerdan olayotganingizni ham tovarni hamma narsani biladi u. Yashirmaslik kerak-da. Iloji yo'q, top menejer hammasi biladi, top komanda. Va shunda nima kelib chiqyapti? Niyat qilasiz, iloyim birga ishlaymiz, katta maqsadlar va shunga loyiq bo'lsin. Agar
bir kun kelib ajralsa yo boshqa bo'lsa ham men yaxshilikka sababchi bo'lib qolay deb niyat qilib olishimiz kerak ekan. Va orada o'zi aqli bor top menejer, shogird biladi birlashishda baraka borligini. Siz qila olaman deydigan holatga kelib qolgan bo'ladi. Shunaqa ketishiga to'g'ri kelib qolsa, birinchidan o'zimiz uchun signal bo'lish kerak ekan. To'xta, men qayerda adashdim? Xatoni qayerda qildim? Tepa bilan munosabatim qayerda buzildi? Shuni to'g'rilab olsak agar va doim to'g'rilab turish kerak bo'lgan narsa shu. Va yangisi kelar ekan o'rniga, qayerdan topganingizni ham o'zingiz bilmay qolasiz, qayerdan kelganini ham bilmay qolasiz. Menda shunaqa masalan ko'p aytyapman. Shu paytgacha kelib eng ko'p meni og'irimni yengil qilgan top menejerlarni birortasi rekrutingdan kelmagan ekan. Ya'ni rekruting sistemasidan kelmagan ekan. Bilmayman, hammasi shunga tushsa kerak, adashmayotgan bo'lsam. Ya'ni biz mana xodim topish tizimi haqida gapiramiz, lekin eng og'irimni yengil qilayotgan xodimlarim birortasi rekrutingdan kelmagan ekan. O'zi topib qayerdandir bir aka-uka bo'lib kelishgan. Ba'zilari forumlarimizga kelishgan masalan. Demoqchimanki, maqsad to'g'ri bo'lsa, bu sistemaga bog'lanib olish ham shart emas ekan. Xulosasi o'zimizni to'g'rilashimiz kerak bo'lar ekan. O'zi boshlab ketib qolishidan qo'rqish kerak emas. Maqsadni katta qilib, gazini bosib ishlaverish kerak. Unga ham manfaat bering. Chiqib ketsa, yo o'ziga jazo bo'ladi. Bir xilgi shogirdlar bo'lgan. Chiqib ketishdi, qarasangiz hali aynib nima bo'lib yuradi, chiqib ketishiga to'g'ri kelib qoladi. U o'ylaydi, shoh chiqib hamma yoqda o'zim qilyapman, men kam olyapman deb o'ylaydi va chiqqandan keyin qarasa, hali bori rizqidan ham ayrilib qolgan bo'ladi. Keyin bilsaki, aslida hech narsa qilmayotganligini his qiladi. Bu o'zi uchun jazo bo'lar ekan bir xil payt. Agar boshqa variant bo'ladigan bo'lsa, demak siz uchun xayrli, hech qo'rqadigan joyi yo'q ekan. Demak, birinchi masalani hal qildik. Mana top menejer nimaga yig'a olmaysiz desa, biznesmenning ishi bu hali narx qo'yish, assortimentali. Kecha bir do'stimiz forumda qatnashgan odam menga bir maslahat bering dedi, vaqt yetmay qoldi. Telegramdan yozib yuboring dedim. Telegramdan yozibdi. Polkalari haqida maslahat so'rayapti mendan. Polkada mana qilib joylashtirdim, uni qanaqa qilsam bo'ladi deb 4 minutli video qilibdi. Baraka topgur biznesmenlik haqida so'rang mendan. Bu vazifa endi ichida xayolida o'tadi, biznesmensan, u biznesni o'rgatyapsan-u, bu biznes bu men nimani so'rayapman deydi-da, ichida o'ylaydi. Baraka topgur, bu merchandiser degan xodimning ishi bu. Mendan yaxshi, misol $50 bersangiz, mendan yaxshi o'rgatadi uni. Qanaqa qilib rang-barangdan taxlashgacha. Siz mendan biznesmenlikni so'rang. Men top menejerni qanaqa ishlataman, qanaqa qilib delegировать qilaman, qanaqa qilib sistemalashtiriraman deb mendan shuni so'rang, deb tushuntira olmaysiz-da. Demoqchiman, ko'pchilikda shu mayda narsalarni so'rayapmiz. Juda mayda narsalar. Katta ishlar tiqilib yotibdi. Biznesmen qildirishni biladi. Qildirish ham o'zi bir ish. Qildirish bu kibr ma'nosidagi yuqorida turish ma'nosida emas. O'zi bir alohida ish bu. Va e'tibor bersangiz, hali Davud akam bilan ham gaplashdik. Qildirish degani bu nima emas-da, hali bunday top menejerlari zo'r boshqarayotganlardan sezasiz. Qaysidir bitta kamchiligi bor, o'zi hech qachon biznesmen bo'la olmaydi o'sha sababli. U sizni bir qismingizni to'ldiradi, uni bir qismini siz to'ldirasiz. Shunaqa bo'ladi o'zi top menejer bilan ishlash. Ba'zilar o'zi boshlab ketadi, biznesmen bo'lib, yo'q. Sizdagi biznesmenlik qobiliyati unda yo'q. Men ochiq aytaman, mana shogirdlarimiz Allohga shukr bitta biznesni zo'r boshqaradigan, lekin sezaman qaysidir bitta xatosi u alohida bo'lib ketishiga nima qilmaydi, chunki birlashtirib yaratgan Alloh bizni. Bitta qilib birlashib ishlashga yaratgan. U siz mensiz u ishlay olmaymiz hech qachon. Demoqchimanki, top menejer yig'ishga qo'rqish kerak emas. Berish kerak. Boringizni oching. U hech qachon sizdan ajrab zo'r bo'lib keta olmaydi. U zo'r bo'lib ketishiga boshqa omillar bor unga. Ayniqsa xiyonat qilsa yoki sizni norozi qilsa, hech qachon u zo'r bo'lib ketmaydi. Shuning uchun yashirmasdan, ayamasdan gazini bosib, o'rgatib, yaxshi bo'lsa oshini yeydi, yomon bo'lsa boshini yeydi deb gazini bosish kerak. Shu, bu birinchi masalani yechimi edi. Qani muhokama o'z razbor ham haqiqiy razbor bo'lyapti. Hozir shu top menejerlar muhokamamiz nima uchun shuncha yildan beri biladi, biznesmen operatsiyonkadan, ya'ni operatsion boshqaruvchilarni qo'yish kerakligini biladi, lekin qo'ymaydi degan savolga birinchi javobni topyapmiz, xudo xolasa. Davud aka, fikringiz bormi? Hop, top menejerlar yig'ish bo'yicha, masalan, top menejer deganda endi aqlli xodimlarni ajratib chiqish bo'lyapti. Unga o'zi biznes egasi ham doimiy tayyor bo'lish kerak. Masalan, siz o'zingiz ham o'rgatasiz. O'zi aqlli bo'lmasa, aqlli kelib qolgan menejerni ham ishlatish unda imkoniyati bo'lmaydi. Qiyin. Menga gapiryapsizmi? Ha. Demoqchi bo'lganim, top menejerni yig'ishimiz uchun o'zi biznes egalari doimiy ilmda izlanib turish kerak ekan. Endi bu bitta masala. Endi top menejerda
ketib qoladi, shoh chiqaradi degan joylariga u menejerlarni ham masalan qayerga qarab ketayotganini ko'rsatib berib tura olish kerak ekanda. Doimiy haligi maqsadi bitta bo'lishi kerak, qadriyati bitta. Zo'r narsani aytdingiz. Masalan, oliy maqsadlaringizni ko'rsata olsangiz, u ham o'ziga ashuni maqsad qila olsa, Top komandani ishlatishga avvalo rahbar o'zi loyiq bo'lishi kerak demoqchisiz. Zo'r fikrni ochdingiz. O'zi maqsad shu edi, qo'shimcha fikr yo'qmi? ha, shu demoqchi bo'lganim, men top menejerlarning foydalaridan kelib chiqadigan bo'lsa, agarda siz uni kelajagini yoritib bera olsangiz, maqsadlaringiz bitta, qadriyatlar bitta bo'lib qoladigan bo'lsa, u menejerlar sizni sizga ham foyda berar ekan. Masalan, men o'zimdan olib turib gapiradigan bo'lsam, hozir bizda menejerlarimiz bor. Har oyda o'zlari taklif bilan chiqadi. Aka, qaysidir o'qish bo'lsa, siz boringda tezda qo'llashimiz kerak. Zo'r. Siz o'zingiz hali nima desa bo'ladi, masalan umraga borganda tursiz ham yugurtirib olib ketadi-yu, menejerlari zo'r holatga kelib qolsa, sizni o'sishingizga ham o'zlari ta'sir ko'rsataverar ekan. Uning uchun kelajagini ko'rsatib bera olish kerak ekan deb o'ylayman. Zo'r, yaxshi narsani ochdingiz. Hozir biznesmen aqlli insonlarni ishlatish quvvatiga ega bo'lishi kerak. Buning uchun aqlli bo'lish bitta kategoriya yoki kriteriya bo'lsa, faqat shu kifoya emas. Masalan, Jahongir aka Ortiqxo'jayev hamma xodimlaridan aqlli bo'lgani uchun boshqarmayapti. Shunaqa xodimlari bor, o'zidan 100 barobar aqlli. Lekin nima bo'lishi mumkin? Boshqa kriteriyalar. Aqlli bo'lish ham kerak, lekin sizdan aqlli bo'lishi ham mumkin xodim. Bundan qanaqa kriteriyalar bo'lishi kerak? Kriteriyalarni sanaydigan bo'lsak, aqlli bo'lish, ko'p ma'lumotlar olishi, xabardor bo'lish hamma narsadan. Va undan tashqari men o'ylashimcha kibri siniq bo'lishi kerak rahbar. Rahbar mana afsuski SSR paytidan yuqib qolgan bizda nima borda? Rahbar desa, o tepada turadigan odam deb tushuniladi. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Bu podsoznательный shuni singib ketgan miyamizga. O'zi unaqa emasda, rahbar kibri siniq odam bo'lishi kerak. Kibri yo'q bo'lsa, keyin boshqara oladi. Qalbdan boshqara oladi. Misol urib so'kib qamchilash mumkin, xo'p degizish mumkin, lekin qalbdan xo'p degiza olmaysiz-da. Kibri siniq rahbarni uyi qara, rahbar bo'lib turib o'zi mana siniqligini qara deydi. Endi sizni muhabbat bilan xizmatingizni qiladi. Demak, yana kategoriyalar qatorida kibri siniq bo'lishi o'zi birinchilardan turish kerak bu narsa. Kibri siniq bo'lsa, ba'zilar bor, hayron qolasiz. Yo, men buni hozir taklif aytayapti, ha deb qo'ysam, hech narsani bilmagandek bo'lib qolaman. Yo'q, zo'r takliflar keladi, men shunaqa rahbarlarni bilaman. Xodimlar tomonidan rahbarning fikriga qarshi bo'lib qoladi-da bir xil payt. Yo, mana bu fikr ma'qulroq desa, xuddiki otdan tushib qoladi rahbar. Ya'ni sizning fikringizga qarshi xodim tomonidan fikr kelyapti. Ma'qullab qo'ysangiz, bu uni sizdan aqllirog'ini tasdiqlab qo'ygan bo'lasiz, aqlliroqligini. Mana shu kibr hisoblanadi. Mana shu kibr. Mana shuni sindirib, "Yo, zo'r gap ayting. Mana shunga meni aqlim yetmayotgan ekan. Malades" desangiz, ana shu rahbarlik. To'g'rimi? Ha, Boburjon, men o'sha kibrni sindirib olish kerak. Umumiyroq bitta xulosa aytib qo'ydim. Bu shakl boya bir misol keltirdi-ku, domlani bitta gapini. Qaysidir ishlar tomib noto'g'ri ishlaringizni to'lganda o'zingizga shikast yeb qoladi deganga o'xshagan narsa keltirdi-ku. Shu narsani endi teskarisiga ham olsa bo'ladigan narsa deb o'ylayman-da. Mana shu qadriyatimizga qarab, mana shu kengash klubda nima bo'ldik, tuzdik. Shu klubda qaysidir ishingizga o'qib o'zingiz qadriyatingiz oshib, o'zingizni xulqingiz o'zgarib, boshidagiga nisbatan qo'shilganimizdagiga nisbatan hozirgi o'zgarishingizni solishtirsangiz, hammaniki ham boshqacha-da. Shu to'lgan sari sizdan ham o'tib, sizni shogirdlaringizga o'tadigan holatga boradi deb o'ylab qoldim. Men shuni o'zimizda shunaqa narsani sezdim-da. Masalan, siz o'zingizni bilimingiz o'zingizga yetarli bo'lib, keyin birovlarga bera oladigan darajaga borib qolganingizda, u sizning qo'lingizdagi top menejerlaringiz sizda kuchli top menejerlar borligini tushunib yetasiz-da. Shu top menejerlarni shunaqa chiroyli qilib ishlata olasiz. Ularga sizni o'zingizni tushunib qoladi-da, o'jali bilimingiz oshgandan keyin. Qaqras mana ikkinchi nimaga o'tib ketyapsiz shundan. Shu mavzuga ulab boryapsiz shundan. Ya'ni o'zi o'tish joyiga kelib qoladi. Juda ko'p narsani o'zimda misol qilib ayta olaman-da, shu juda ko'p narsani shunaqa holatga kelib bordi-da. Burungi birinchi holatimizda bizni boshqaruvdagi holatimiz совсем boshqacha edi-da. Hozirgi holatdagi boshqaruv совсем boshqa holatda. To'g'ri. Men bilaman. Bilimiz oshgan sari ancha o'zgarish bo'lib. Qaqras mana qarang, Davud aka, biz hozir asosan
men ko'p savollar beriladi. Savol berganda hali o'rgatuvchi inson sezadi, savol beruvchini urvinini bu yoqdagi inson sezadi baribir. Savollarni urvini ko'pincha bu yerdagi klubdagi alhamdulillah ancha o'sib qoldi klubdagilar. Lekin hali oddiy tadbirkorlar forumlarda, kurslarda savol berishadi. Savoldan bilamizki, qanaqa juda mayda ishlar bilan shug'ullanmaydi. Bu sizning ishingiz emas. Siz komanda yig'ib, komanda bilan qilishni bilishingiz kerak deyapmiz va nimaga yig'maysizlar? Yillardan beri mana falonchi yurtda o'qidim, pistonchi yurtda o'qidim deysizlar, lekin nimaga komanda yo'q, hali ham komanda bilan ishlamaysizlar desa, hozir savolni ichiga kirishyapmiz. Birinchisi demak, o'zi boshlab ketishdan qo'rqishdi. Vobshe xotirjam bo'lish kerak ekan, xulosasi. Umuman o'zimizni to'g'rilasak yaxshi bo'laverar ekan. Ikkinchisi o'stira olmaslik. Muhammad Sodiq aka aytdingiz siz. Ya'ni komanda bo'lishi va uni o'stirish ham kerak bo'lar ekan. Shunaqa haqiqatda ko'raman, ba'zi tadbirkorlarning qo'l ostida vobshe o'sadigan bolalar bor. Zo'r o'sadigan top menejerlikka tortadigan bolalar bor. Uni ko'ra olmaydi. Uni topa olmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, top menejerlikka tushmaydigan xodimlarni top menejer qilishga harakat qiladi. Ikkalasi bir-biriga zidroq holat, lekin ikkalasiga ham bir yechim berishga harakat qilaylik, yechim topishga harakat qilaylik. Masalan, birinchi o'stirish o'zi nimaga kerak xodimni? O'stirish. Shuni muhokama qilsak, keyin hali ikkitaga qaytamiz, xudo xolasa. Top menejerlarni o'stirish. Top menejerlar. Bu yoqqa kimdir nima qilamizmi? Xo'p, demak, top menejerlarni o'stirish nimaga kerak? Top masalan, hozir men o'zim shaxsan oxirgi yilda top komandani o'stirish bilan shug'ullandim va men juda ham pog'ona o'sganini sezdim. O'zim o'qiganman va endi komandani o'qitdim. Endi bu yilga yana bitta kompaniyani o'zi bilan hozir adashmasam bir $50,000 ga yaqin shartnoma qildik. Yillik. Kami $50,000. Faqat xodimlarni o'qitamiz. Shu komanda bo'lib o'qiymiz. $50,000 ga yaqin prosta o'qitishga qaratilgan shartnoma qildik. Komandamizni o'qitishga qaratilgan. Xo'p, undan tashqari yana chet eldagi boshqa o'qishlarni ham planga kiritib turibmiz. Men inshaalloh bu yilga o'rtacha $100,000 o'qitishga pul sarflashlikni tayyor bo'lib turibman shunga. Planimda bor shu narsa. Xo'p, demak, bu nima uchun kerak desa, men haqiqatda sezdimda. Tupoy xodimlar bilan ishlashni xohlamaysizda. Tupoy xodimlar bilan ishlasangiz, o'zingiz qilishingizga to'g'ri keladi hamma. Aqlli insonlar bilan birga o'sish kerak shuning uchun. Endi komandani o'stirish kerak va biz komandamizda endi boshqalarga ibrat bo'lish uchun aytyapman. O'tgan yildan o'rtalaridan boshlab xodimlarimizni o'ziga, top menejerlarni o'ziga aytdim. Kimni o'stiryapsan? O'stirishing kerak. Biznesmen ham o'ziga bilish kerak. Kecha ham qisqacha nimada gaplashdik, choy chekkanda. Biznesmen o'zida kimni o'stira oldim deb savol berish kerak. O'zi o'sdi, gap yo'q. Kimni o'stira oldim deb savol berish kerak o'ziga. Va men o'zimiz shogirdlarga, top komandamiz, loyiha rahbarlariga aytdim, kimni o'stirdinglar mana qo'l ostinglarda dedim. Shundan keyin kim o'zlariga o'stirishyapti. Diyorbek, men Elbeyni o'stiraman, boshqa deyapti. Abdul Arabboy falonchini o'stiraman, o'sishga rosa qiziqyapti deydi. Mana shu o'stirish kerak. Ya'ni xuddi shuni singari biznesmen ham qo'l ostingizda o'sishga loyiq bo'lgan insonlar bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, qanaqa plan qilyapsiz uni o'stirishga? Iloji yo'q, qaysi insonni ko'rdingizki, faqat bitta o'zi kuchli, qolgan komandasi kuchli emas. Qaysi boyni ko'rdingiz, qaysi milliarderni ko'rdingiz? Hech qanaqa yo'q unaqasi. Shuning uchun doim o'zimizga qarashimiz kerak, komandamizni o'stiryapmizmi? Biz nimani bilsak, kamida shuni 50%, 70% ni bilish kerak. Birga bir bilish kerak iloji bo'lsa. Tizim nima? Operatsion ishlar nima? HR nima? CRM nima? Ishoning, mana biz komandani o'qitganimizdan keyin men qurgan sistema bir qism bo'lsa, o'shandan bir 5-10 barobarga o'sib ketdi. O'zimiz qurgan sistema, o'zim bosh turib qurgan sistemadan 5-10 barobarga yaxshilanib ketdi sistema hozir. Komanda o'qigandan keyin. Endi kimni o'qitish kerak, kimni o'qitmaslik kerak degan savolga endi javob topsak bo'ladi. Demak, komandaning ichida ba'zi xodimlar bor, o'qitsangiz o'sadigan bolalar. Ularni ajratib olishimiz kerak. Va ba'zilari bor, siz ilinasiz. Shuncha yildan beri yuribsan deysiz, hali yil bilan baholaydi ko'pchilik. Shuncha yildan beri yuribdi, o'stirishim kerak. Mana shu bola tayyor bo'lsa kerak, mana shu bola direktor bo'ladi deb o'ylaysizlarmi hech? Hech bo'lganmi shu? Bu o'ylaganimdek emas ekansan-ku deysiz. Siz unga katta narsani
nima qilasiz, loyiq ko'rasiz. Lekin u loyiq bo'lmasligini sezdirib boradi. To'g'rimi? Shunaqa bo'ladimi? Demak, shuni kriteriyalarni bilib olishimiz kerak. Kriteriyalar. O'sadigan bolalar, ishoning, kelganiga 2 oy bo'lgan, lekin o'sish xususiyati bor bolalar bor. Ana shularni o'stirsangiz agar juda tez haligi 5 yildan beri yurgan xodimdan ham tez o'sib ketadi. Kattaroq o'sish beradi. Xo'p, demak, meni fikrim, shaxsan o'zim biznesimda 10 ming foyda qilib tursam, misol uchun 10 ming deb hisobga to'g'ri olamiz. Komanda yig'ib, kimnidir qo'li bilan qildirish uchun foydamni 90% gacha ketishga rozi bo'lganman. 90% ga ketishga. Ishoninglar, ba'zida 100% bo'lgan, ba'zida 150% bo'lgan. Bu degani yana qanchadir berishga tayyor bo'lganman. Qanchadir yil biznesim yashab qolsin, işte menda shunday immunitet shakllansin. Komanda orqali qildirishni o'rgansam, ertaga men 100 baravar, 1000 baravar qilib chiqarib ola olaman. Qo'lim bilan qilsam maksimum nech puldir topaman, 10 ming toparman, balki 20 ming toparman. Lekin komanda bilan qilsam, ham komandaga foydali, ham kattaroq o'sishimga sabab bo'ladi. Va bu o'z mevasini bergan, Allohga shukr. Ya'ni foydamni doim bir qismini berishga tayyor turishim kerak. Endi qani edim, o'sha paytlarda men moliya ilmini bilganimda, yana ham osonroq bo'lardi ekan. O'shunda ham sizga ham qolish kerak-da, baribir. Insonning nimasi ham bor, pul olib turmasa ham motivatsiya qolmay qoladi. Demak, moliya ilmini bilsa, tannafni chiqarib, shunga KPI qo'yib, boshqa qilib, yana ham osonroq chiqib ketsa bo'ladi ilm bilan aslida. Lekin logikasi foydangizni bir qismini komanda yig'ishga ishlatishingiz shart. Va shunaqa tillaki, hozir tillaga tengki komandaning kuchi. Hozir men foydamizni mana moliyachimiz biladi. Kami o'rtacha 10 ming dollar, menimcha, balki maksimum deylik, maksimum 10 ming dollar prosta xodim ko'paytirishga ishlatganmiz. Ya'ni ichida tillaga teng bolalar chiqadi mana. Adaptatsiyada yuraveradi, sabr qiladi, o'sadi, shu yerda o'ziga ham tajriba bo'ladi va o'zi o'sadigani ajrab qolaveradi. Va u bilmayman 100 tadan bitta chiqadimi, 200 tadan bitta chiqadimi, chiqib qolaveradi. Va eng qizig'i, kerakli paytda shu xodim top menejer bo'lib yetishib, sekin bitta ishimizni zimmamizdan olib qilaveradi. Shuning uchun pulni ayamaslik kerak. Hozir endi tarnaqqa kiritganmiz. Aynan mana shu komanda yig'ishga alohida muammosi yo'q. Nechtadir xodimlar oziq-ovqatini o'ziga 5-10 ming dollar ketib qolgan paytlarini ko'raman-da moliya hisobidan. Ya'ni sinov muddatida 20 ta, 30 ta, 50 ta xodim yuradi bir payt. O'shalarni oziq-ovqatini o'ziga o'rtacha 10 ming dollar ketganini oyiga ko'raman. To'xtab, normalni ichidan bittasi chiqib qolsa ham, misol chiqdi-da, hozir shu paytgacha top komandamizdagi bolalar shunaqa bo'lib chiqdi-da, men birortasini qidirib topib kelganim yo'q edi. Shunaqa qilib qaraydigan bo'lsa, pul masalasi shu, xulosasi. Yana qo'shimcha nimadirlar bo'lsa, aytaylik. Ya'ni komanda bilan ishlashimiz kerak, biznesmen bo'lsak va uning uchun bir qismini foydamizdan kechamiz. Va maqsad o'sha 10 mingimizni 5 mingini kechamiz va 50 ming qilamiz. 50 mingimizni 10 mingini kechamiz, 500 ming qilamiz. 500 mingdan 150 mingini kechamiz, yana buncha qilamiz degan maqsad. Top menejerlar krugi bo'ladi. Birinchi krug bu masalan, meni bir nechta loyihalarim borligi uchun asosan 2 ta, 3 ta yoki sanoqli bor, misol uchun. Maksimum 6 tagacha qilishimiz mumkin. Ular orqali boshqa xodimlarimni boshqaraman. Va ularga tushuntirish shart emas. Meni og'zimdan chiqadigan so'zim chiqishidan oldin tushunadi. Bunday qilib qo'ysam o'zi tushunadi. Shu darajadagi qalbi yaqin bo'ladi. Siz aytayotgan do'konni yurgizganlar 3-krugga kiradi. Ikkinchi ham emas hattoki. Ya'ni do'konni yurgizadigan filial rahbari bu 3-krugga kiradi. Birinchi krug bu o'ta ham hali daji gapirmasdan, ishora qilmasdan tushunadi. Ishora ham qilmasdan tushunadi. To'g'rimi yo noto'g'ri? Shunaqa insonlar bormi sizlarda ham? Bor. Meni ishora qilmasimdan tushunadi, uni ishora qilmasdan men tushunaman masalan. Qalb birlashib ketgan o'sha. Ikkinchi krug bor. Ular xuddi shunaqa bo'ladi. Ularning top menejerlari bo'ladi. Ikkinchi krug. Men uchun ikkinchi krug, ular uchun birinchi krug bo'ladi shunda. Ular xuddi shunaqa ishlaydi qo'l ostidagi shogirdlari bilan. Va qolganlari bo'lsa 3-liniya hisoblanadi. Ular itoat qilsa bo'ldi, muammo chiqarilmaydi, sistema ishlaydi. Ularga ham tizim, qonun, qoidalar bo'ladi. Bu yerda ustoz shogirdlik qoidalari ishlaydi bizda masalan. Kibrni sindirish bo'yicha ishlaymiz. Shuning uchun tushuntirish shart emas. Hali zaftari qilayotganda aytdim, men eshitmaganlar uchun yangicha sistema joriy qilyapmiz, aynan top menejment uchun.
Qanaqa desa, yangicha adaptatsiya. Top menejmentga, meni shogirdlarimga va meni shogirdlarim shogirdlari uchun faqat. Qanaqa desa, kibrini sindirish adaptatsiyasi. Kibrini sindirish uchun mashqlar. Kerak bo'lsa mardikor bozorga borib ishlaydi qanchadir. Kerak bo'lsa xodimlarning oldida tualet tozalaydi. Mana shunaqa adaptatsiya qilyapmiz. O'zi kibr sinib ketsa, odam qalban bir-birini tushunadigan bo'lib qoladi. Xo'p, shu aytayotgan joyingizga lider xodim qaysi lavozim bersangiz, endi o'zidan kelib chiqib turib, siz endi baribir tashqaridan ko'rasiz-ku, doimiy bo'lmaysiz. Endi o'zi harakatga tushadi. Moliyaviy tomonlama rasxodlari, boshqalar ko'payib ketishligi mumkin-da. Endi siz haligi nazorat qila olmaydigan paytingiz bo'lib qoladi misolda. Bu darajada o'zi nazorat qila olmaysiz. Yo'q, nazorat qilasiz-ku, endi doim ustida bo'lmaysiz. Endi kelsangiz-ku, katta rasxodlar qilardi. Shart emas u. Yo'q, katta rasxodlar qilardi. Qanday qiladi u? Moliya sistemasi bo'lishi kerak. Moliyachi, u hamma rahbar, liderlar misol bitta qilib turib, mana shularni yurgizinglar, bir-biriga biriktirib qo'ydingiz. Endi haligi siz lider deyotgan odamingiz rasxod ko'paytirib olgan bo'lishi mumkin, o'zidan kelib chiqib misol, haligi menga lavozim berdi-yu, men bemalolman endi rahbarman deb o'zini tutib kibrlarim demoqchiman, kibrga ham bog'liq ekan. Shu holatlarda qanaqa holatlarda filtrlab olsa bo'ladi demoqchiman men. U shaxsiyatini filtrlash haqida hozir yetarlicha gap gapirdim hozir. Endi tizim boshqa narsa baribir. Tizimda masalan moliyachi uchun KPI qo'yiladi, tannarx belgilab beriladi. Tannarxdan oshirib yuborsa, uni ham puli kamayib ketadi. Uni motivi tannarxni ushlab, rasxodlarni tejab, plan bilan ishlatishga. O'shundan oshishi ishlatsa, hech qanaqa puli yo'q. Qo'liga yo'l kirasiga yetarli pul tushadi xolos. Bu bir. Ikkinchisi, yillik strategiya bo'lishi kerak o'zi. Bu degani kam 2 yillik tajribangiz bo'lsa, o'shundan kelib chiqib, o'sha tajribangizdan yillik strategiya yozdirib turasiz. Bu yil nima rasxod qilmoqchisan, olib kel deysiz. Yilni boshida qilinishi kerak buni. Bo'lgan narsa bu. Biznes uchun strategiya. Yillik strategiyada shu tualetning bumagagacha necha pul sarflashi aniq yozilgan bo'ladi. Undan oshichasini nimaga ishlatadi? Undan oshirishasini ishlatsa puli kamayib ketadi. Bu endi sistemaga bog'liq. Oldingi savoli shaxsiyatga bog'liq. Bu shaxsiyatni birinchi yaxshilanadi, keyin sistema orqali ishlanadi. Shunday. Xo'p, rahmat. Ya'ni men o'zimdan kelib chiqib nima qilaman, qanday pul o'zidan o'zi ishlata olmaydi bo'ldi. Chunki reja sistema bo'lishi kerak. Yo'q, tushundim men bo'ldi. Bo'ldi. Yana bo'ldi. Xulosa qildik. Pul masalasida ham muammo yo'q ekan. Doim biznesmenlik qobiliyati bor inson top menejer yig'ish uchun va ular bilan ishlash uchun pulini bir qismidan ketishga tayyor bo'lish kerak. Sababi ko'paytirish, ya'ni ishlarni osonlashtirish. Bitta inson ko'p narsaga ulgurmaydi. Asosiysi biznes razbor nimadan boshlandi-yu, nimadan tugab ketdi. Buyog'i samimiy bo'ldi, xudo xolasa. Kuzatuvchilar uchun ham kesilmasdan imkon qadar zerikarli bo'lgan joylarni kesib qo'yasiz, lekin qolgani kesilmaydi. Xudo xolasa foydali bo'ladi deb o'ylayman. Ko'pchilikka manfaatli bo'lsin. Xo'p, sovg'a va'da qilib qo'ydik. Men tomonidan bitta sovg'a bo'ladi. Siz ham xolasangiz bir 5-10 litr benzin bersangiz bo'ladi. Xo'p, izohda yozganlarga, muhokamali izoh, odob bilan yozganlarga bonus va'da qilamiz. Eng ko'p like yiqqan izoh bo'lsa, eng ko'p muhokama yiqqan izoh bo'lsa, shu izohga men bitta kodeks kitobini hadya qilaman. Ikkinchisiga sherikchilik kitobini hadya qilaman. Faqat sharti 5000 tadan prosmotr oshgandan keyin 5000 tadan ortish sharti bilan, uning uchun hissa qo'shish kerak prosmotrga. Endi Alishona nimasidan, zapravkasidan ham nima bo'lsa, taklif bo'lsa. Xo'p, rahmat ustoz. O'sha o'zlaring loyiq deb bilgan bitta yaxshi kommentariy sohibiga ham yoki qaysi bir foydalanuvchini avtomobiliga 95 K5 markali benzinimizni polni qilib beramiz. Kengashdan bo'shamaydi. Hammangiz mana ko'rdinglar. Polniy bak benzin. Millionga borib qoladi. Yo'q, menda elektromobil, lekin benzinligi ham bor. Bo'ldi. Xo'p, xulosa shu. Mana izohda faol bo'linglar. Keyingi razborlarimizni kutinglar. O'ylaymanki, samimiy va foydali bo'ladi. Kamchiliklar bo'lsa ham, takliflar bo'lsa ham yozinglar. Keyingi safar bunaqa bo'lsa yaxshiroq bo'lardi degan fikrlar bo'lsa, izohga yozsanglar, inshaalloh shuni inobatga olamiz. Rahmat, hammanglarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat ustoz.